Hop, keyingi savolimiz. Metan va propandan iborat 11,2 litr normal sharoitda aralashma. Bittasi metan, keyingisi propandan iborat 11,2 litr bo'ladigan bo'lsa, 11,2 ni 22 to'rtga bo'lib o'ramiz. 0,5 mol aralashma degani bu. Nima qilindi? To'liq yondi. Tamom. Hosil bo'ladi karbonat angidrid va suv. Reaksiyani tenglashtiramiz. Xo'p, propan yongan. Karbonat angidrid va suv. Reaksiyani tenglashtiramiz. Umumiy 0,5 mol aralashma to'liq yonganda 0,7 mol karbonat angidrid ajralgan. 0,7 mol. Bunda sarflangan kislorod miqdorini aniqlang. Mana buni x olsam, bu 2x ga teng bo'ladi, bu esa x ga teng bo'ladi. Mana buni y olsam, bu 5y ga teng bo'ladi, mana bu 3y ga teng bo'ladi. Xo'p, kislorod miqdorini toping deyapti. Ikkolovini tenglama qilamiz. X plus y imiz teng bo'ladi 0,5 ga. Keyingisi x plus 3y imiz teng bo'ladi 0,7 ga. X lar chopilib ketdi. 2y teng bo'ladi 0,2 ga. Y imiz teng bo'ladi 0,1 ga. Y imiz 0,1 ga teng bo'lsa, x imiz o'z navbatida 0,4 ga teng bo'ladi. Xo'p, x va y ni aniqlab oldik. Endi kislorodimiz jami 2x plus 5y ga teng bo'ladigan bo'lsa, 0,4 ni ikkitasi 0,8 plus 5y bo'ladigan bo'lsa, 0,5 yig'indisi 1,3 kelib chiqadi molda. Javobimiz A varianti.